Bir deganda ismingizni topsa-chi? Topolmaysiz. Bu dunyoda million xil ism bor. Aynan men ismimni topolmaysiz. Agar topsam-chi? Harakat qilib ko'ring-chi. Samira. Men birinchi ushladim. Ha, birinchi ushladingiz-u, lekin mana shu uzukni men olmasam bo'lmaydi. Bu uzuk menga juda ham yoqdi. Bu uzuk menga ham yoqdi. Men bu uzukni sotib olmoqchiman. Uzuk menga yoqib qoldi. Bu uzuk menga ham yoqib qoldi. Bilasizmi? Bu uzukni juda ham qadrli insonimga sovg'a qilmoqchiman. O'ylaymanki, bu unga juda ham ma'qul bo'ladi. Men ham qadrli insonimga sovg'a qilmoqchiman. Dadajonimga. Dadajonimga bu uzuk albatta yoqadi. Keling, dadangizga boshqa uzuk tanlay qoling. Xohlasangiz yordam berib yuboraman. Buni esa men olaman. Ha? Bu uzuk meniki. O'zingiz boshqa uzuk tanlang. Jentelmenlik fazilatlaringiz qayerda qoldi? Bu vaziyatda jentelmenlik fazilatlarimni chetga surib qo'ymoqchiman-da. Shu uzukni sotib olmoqchiman. Ijozat bersangiz, bu uzukni men olaman. Yo'q. Bu uzuk meniki. Xo'p, nachora, boshqa uzuk tanlaymiz. Lekin bu uzukni bir ko'ngli yarim insonga sovg'a qilmoqchi edim. Afsus. Mayli. Ola qoling. Ha? Ko'ngli yarim insonga deganingiz uchun beryapman. Chin ko'ngildanmi? Chin ko'ngildan. Men boshqa uzuk ola qolaman. Rahmat. Keling, men sizga uzuk tanlashib yuboraman.